Poralar haqida sodda va tushunarli qilib gapirib bermoqchiman. Men Nilufar Anvarova, Koreyada meditsinskaya kosmetologiya yo'nalishida tahsil olaman va O'zbekistonda minglab opa-singillarimizda yuzdagi muammolariga yechim topishda yordam beraman. Poralar o'zi nima? Terimizdagi mayda teshikchalar pora deb nomlanadi. Ular orqali terimiz nafas oladi. Organizmimizdan ishlab chiqarilayotgan yog' poralardan tashqariga chiqib ketadi. Ammo ba'zi sabablarga ko'ra poralar kengaya boshlaydi. Kun bo'yi yig'ilgan changlarni yuzingizdan tozalamay yotishingiz. Makiyaj qoldilari yuzingizda qolib ketsa, poralar kengaya boshlaydi, chunki poralar nafas ololmaydi, ichkaridan chiqayotgan sebumni chiqarib bera olmaydi, tashqariga yopilib qoladi. Yuzda o'lik terilar ko'payib ketsa, sizdagi har xil gormonal o'zgarishlar, organizmingizda kollagen, elastin va suv miqdori yetishmasligi, yuzingizda to'g'ri parvarish qilmasligingiz, ya'ni sizga mos kelmaydigan hid vositalardan foydalanishingiz yoki qo'yayotgan tonalkangiz. Masalan, siz plotniy tonalka qo'ysangiz yoki pudra qo'ysangiz, yuzingiz nafas ololmaydi va poralar kengaya boshlaydi. Siz ham poralaringiz ochilib ketmasligi uchun shu maslahatlarimni yodda tuting. Birinchi bo'lib, kun bo'yi yig'ilgan changlardan va makiyaj qoldiqlaridan yuzingizni chuqur tozalang. Gidrofilniy maslo yoki molochko yordamida kun bo'yi yig'ilgan changlarni, makiyaj qoldiqlarini o'chirib olasiz va orqasidan penkada yaxshilab yuvib tashlaysiz. Plotniy tonalkalarni ishlatmang. Yaxshi sostavdagi yengil BCC kushinlardan foydalaning. Aynan qaysi tarkiblar poralarni qisqartirishga yordam beradi? Bulardan biri niasinamid. Niasinamid juda ham zo'r yog' balansini normallashtiradi va yuzdagi poralarni qisqartirishga yordam beradi. Keyingi juda ham muhim ingredient bu AHA va BAHA kislotalari. Bulardan ham me'yorda foydalansangiz, yuzingizga plyusga ishlaydi va yuzingizdagi poralar kengayib ketmaydi. Sizni ham pora yoki boshqa muammolar qiynayotgan bo'lsa, albatta menga direktdan murojaat qiling.